O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi, Respublika radiotexnika, elektronika va aloqa ilmiy-texnik jamiyati hamda Toshkent axborot texnologiyalari universiteti tashabbusi bilan simsiz va optik tolali tarmoqlarning yangi avlodi deb nomlangan ikkinchi xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Tadbir tafsilotlari bilan muxbirimiz. Xabaringiz bor, shu kunlarda poytaxtimizda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi tomonidan tashkil etilgan Infocom 2007 axborot kommunikatsiya texnologiyalari haftaligi bo'lib o'tmoqda. Haftalik doirasida O'zbekiston axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish bo'yicha 5-milliy sammit, ommaviy axborot vositalarining milliy media forumi va boshqa bir qator tadbir hamda uchrashuvlar o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Bugun Toshkent va Samarqand shaharlarida ish boshlagan ICT Expo 2007 axborot texnologiyalari an'anaviy milliy ko'rgazmasi ham ana shunday tadbirlar sirasidan. Muxbirimiz tafsilotlar bilan 25-28 sentyabr kunlari poytaxtimizda va Samarqand shahrida Infocom 2007 axborot kommunikatsiya texnologiyalari haftaligi bo'lib o'tadi. Haftalik doirasida bir qator konferensiyalar, seminarlar, ko'rgazmalar, internet festivallari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bugun mazkur haftalik doirasida bo'lib o'tgan tadbirlardan muxbirimiz reportaji. Assalomu alaykum. Efirda Davr informatsion dasturining ertalabki soni. Studiyada Mohirjon Alijonov. Yurtimizda qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish borasida olib borilayotgan ishlar, xorijiy sarmoyalarni jalb etish uslublari. Poytaxtimizda faoliyat ko'rsatayotgan investitsiya muassasalari milliy uyushmasining navbatdagi konferensiyasida shu xususda so'z yuritildi. O'zbekiston bozoriga chet el sarmoyadorlarini jalb etish va portfel sarmoyalarining ahamiyati mavzusiga bag'ishlangan tadbir tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Assalomu alaykum. Efirda Davr informatsion dasturi, studiyada Nodira Tursunova. Toshkent arxitektura qurilish institutida 2009-o'quv yili bitiruvchilarini ishga taqsimlash va joylashtirish masalasiga bag'ishlangan taqsimot komissiyasining amaliy anjumani o'tkazildi. Tadbirda buyurtmachi korxona va tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Anjuman ishlab chiqarish korxonalarining yosh kadrlarga bo'lgan ehtiyojini tahlil qilish hamda yosh mutaxassislarning intellektual salohiyatidan unumli foydalanish, ularni ish bilan ta'minlashga ko'maklashish maqsadida tashkil etildi. Xabar berganimizdek, shu kunlarda poytaxtimizda Best of Uzbekistan 2010 an'anaviy dasturiy mahsulotlar milliy ko'rgazmasi o'tkazilmoqda. Ko'rgazma tashkilotchilari keng jamoatchilikni, shu jumladan axborot texnologiyalari mutaxassislarini dasturiy ta'minot loyihalarini yaratish va amaliyotga tatbiq etish tajribalari bilan tanishtirishga e'tibor qaratishmoqda. Shuningdek, Best of Uzbekistan 2010 ko'rgazmasi doirasida seminar va treninglar, taqdimot marosimlari hamda dasturiy ta'minot bozoridagi bo'sh ish o'rinlari yarmarkasini o'tkazish ham rejalashtirilgan. So'z muxbirimiz Mo'min Ibotovga.